Yaqin Sharqdagi vaziyat tobora keskinlashib bormoqda. Ba'zi manbalarga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari Eron hududiga birinchi marta zarba bergan bo'lishi mumkin. Hatto zarba Erondagi muhim infratuzilma inshootiga ham berilgani aytilmoqda. Biroq bu ma'lumot hali rasman tasdiqlanmagan. Agar bu ma'lumot rost bo'lsa, bu Yaqin Sharqdagi mojaroni yangi bosqichga ko'tarishi mumkin. Xo'sh, aslida nima bo'ldi? Bu xabarni kim tarqatdi? Nega bu hujum bunchalik g'alati deb hisoblanadi? Hozir bu haqda batafsilroq. Xabar qayerdan keldi? Isroilning Ynet nashriga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari Eron hududiga zarba bergan. Manbaga ko'ra, zarba Erondagi dengiz suvini tuzsizlantirish inshootiga qaratilgan edi. Bu inshootlar suvni ichimlik suviga aylantiradigan muhim infratuzilma hisoblanadi. Biroq bu ma'lumot hali rasman tasdiqlanmagan. Hozircha BAA rasmiylari bu yangilikka izoh berishmadi. Bu ma'lumotlarning haqiqiyligi haqida ko'plab savollarni tug'diradi. Chunki agar bunday hujum amalga oshirilsa, bu mintaqada katta siyosiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tahlilchilarning ta'kidlashicha, agar BAA haqiqatdan ham Erondagi suvni tuzsizlantirish inshootiga zarba bergan bo'lsa, bu juda g'alati qaror bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki Birlashgan Arab Amirligi suv ta'minotining taxminan 90%ni aynan shunday suvni tuzsizlantirish inshootlari orqali oladi. Shuning uchun, agar Eron BAAdagi bunday inshootlarga qasos olish maqsadida hujum qilsa, bu amirliklar uchun juda katta muammolarga olib kelishi mumkin. So'nggi kunlarda Yaqin Sharqda ko'plab tasdiqlanmagan xabarlar tarqalmoqda. Ba'zi ma'lumotlar tezda tarqaladi, lekin keyinchalik rad etilgan holatlar ham mavjud. Tahlilchilarning fikriga ko'ra, bu axborot urushi elementlari bo'lishi mumkin. Avvalroq Isroil ommaviy axborot vositalari Qatar Eronga hujum qilgani haqida xabar berishgan edi. Biroq Qatar rasmiylari bu ma'lumotni butunlay rad etishdi. Bu vaziyat shuni ko'rsatadiki, mintaqadagi axborot oqimiga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerak. Iroq kurdlari haqida xabarlar ham tarqaldi. Bundan tashqari, ba'zi manbalar Iroq kurdlari yaqin kelajakda Eronga qarshi urushga qo'shilishi mumkinligi haqida xabar tarqatishdi. Biroq kurd rasmiylari hali bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Bu shuningdek, mintaqadagi vaziyatning qanchalik noaniq ekanligini ko'rsatadi. Ozarbayjon haqida xabarlar ham tarqaldi. Yana bir qiziqarli yangilik, Isroil matbuoti Ozarbayjon yaqinda Eronga hujum qilishi mumkinligi haqida yozdi. Biroq Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bunday rejalarni rad etdi. Bu ko'plab xabarlar rasman tasdiqlanmaganligini ko'rsatadi. Nima uchun mintaqadagi vaziyat xavfli? Yaqin Sharq allaqachon dunyodagi eng murakkab geosiyosiy mintaqalardan biri hisoblanadi. Bu yerda ko'plab davlatlarning manfaatlari bir-biriga zid, harbiy kuchlar joylashtirilgan, strategik infratuzilma joylashgan. Shuning uchun hatto kichik hujum ham katta mojaroga aylanishi mumkin. Agar BAE haqiqatan ham Eronga zarba bergan bo'lsa, bu bir nechta muhim savollarni tug'diradi. Birinchidan, mintaqadagi mojaro kuchayishi mumkin. Ikkinchidan, Eron qasos olishi mumkin. Uchinchidan, boshqa davlatlar ham mojaroga aralashishi mumkin. Hozircha aniq ma'lumotlar quyidagicha. Isroil ommaviy axborot vositalari bu haqda xabar berishdi, BAE buni tasdiqlamadi, boshqa rasmiy manbalar hali izoh bermashdi. Shuning uchun tahlilchilar bu yangilikka ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni tavsiya qiladilar. Yaqin Sharqdagi vaziyat hozirda juda noaniq va keskinligicha qolmoqda. Birlashgan Arab Amirliklarining Eronga zarba bergani haqidagi xabar hozircha tasdiqlanmagan. Biroq agar bu xabar tasdiqlansa, bu mintaqaviy xavfsizlik uchun juda katta burilish bo'lishi mumkin. Biz Yaqin Sharqdagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib borishda davom etamiz. Yangi ma'lumotlar paydo bo'lishi bilan sizga albatta xabar beramiz. Eng muhim va shoshilinch yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling.